Assalomu alaykum, hurmatli birodarlar, hurmatli Ihsonga birodarlar. Biz aytgandik Ro'ziyaxonga kolyaska olib beraylik deb. Hozir mana kolyaskasini oldik, alhamdulillah. Kolyaskamiz CDI firmasidan bizga berildi shu qizcha uchun. Hozir qizchani bir boshqacha kayfiyat bag'ishlash uchun, bir xursand qilishlik uchun ketyapmiz. Inshaalloh. Ana mandarinnya. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli birodarlar. Biz qo'limizdan kelganicha sizlar bergan omonatinglarni o'z egasiga yetkazishlik uchun keldik. Maqsadimiz har bir oilalarga yordam berishlik maqsadida keldik. Bizning maqsadimiz oilalar xursand bo'lsa, ozgina bo'lsa ham bir sababchi bo'lib qolsak, ummatga bir yordam bersak, millatimiz bir-biriga bir biriktirsak degan maqsadda keldik. Qizchamiz xursand bo'lsin deb bu ukalarimiz biz xizmatga tayyormiz, bizni xursand qilib kelaylik deyishdi. Qizchamiz bizdan mandarinni yaxshi ko'raman deganida Alloh rozi bo'lsin, mandarinni tayyorlab berdik, qo'g'irchoqlarni yaxshi ko'radi. Inshaalloh bizlar mana zakazingiz keldi. Ro'ziyaxon dars qilasizmi? Menda o'zimda bor. Ha, yana bitta bo'ldi. Keyin bizda eng katta sovg'amiz bu kolyaska olish juda ham oson emas ekan. Bu kolyaskaga katta yordam bergan oyamiz borlar. Mana CDI firmasida ishlar ekanlar. Ancha vaqtdan beri oyamiz shunaqa nosog'lom bolalarga bir yordam berib, o'qishida yordam berar ekanlar. Oyamiz o'zlari biroz aytib tushuntirdi. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlarimiz. Men bu qishloqda mana bu yurtda xolasa 5-yil imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlab, CDI fondi bilan 3,5 yil ishlab keldik. Undan 1,5 yildan beri CDI bilan partnyorstvo bo'lib ishlayapmiz. Bu kolyaskadan yordam bergan bizga Bishkekdan Kayl Bayke Jimirli, sizga katta rahmat aytamiz. Hamda CDI firmasiga, CDI organizatsiyasiga katta minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bularni menga sababchi qilgan, bu CDIga hamkor qilgan Rafaelga katta minnatdorchiligimni aytaman. Bularni yordami bilan biz shu kolyaskani bu qizchamizga olishga erishdik. Rahmatdan Jamila sog' bo'lsin, Alloh rozi bo'lsin. Ishlaringlar rivojin bo'lsin. Ma'ruziya. Keyin qizchamiz uchun qanday bir narsa kerak bo'lsa, qizchamiz uchun olib berasiz. Xursand bo'lsa bo'ldi. Mana buni olib qo'yasiz. İnşallah biz xizmatga tayyormiz yana. Alloh rozi bo'lsin. Sog'lik yana kelsinmi? Bo'ldi, inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.